21-aprel 2025-yil. Avvalgi videomizda 5-6 dona gortenziyamiz po'shkalarini ko'karganni qo'ygandik. Mana bu hozir idishimizda bu 100% hammasi tomir chiqarganlar. Sortini yozib qo'ymaganman. 4 xil sort bor bu yerda. Katta qilib ochiltirib sotamiz deb shuncha sort yozilmagan. Bu bitta idishimizda bu to'la tomir otgani. Mana bu yerda bor. Xo'p. Mana shu 4-qator mana shu yergacha tomir otgan ekan. Yo, uje 4-qator to'la boshdan oxirigacha tomir otgan ekan. Bu ekilganlari, mana tomir otmaganlari mana shu holatda turadi. Tomir chiqarishi bilan bular ham joyiga ekiladi. Hozir bu yerda bitta idishimiz bor edi, mana bunday. Mana ustiga salafan qo'yib, mana bu holatda ko'kartiramiz degandik. Natija mana bunaqangi germetik yopiladigan idish to'qonga bo'lmas ekan. O'shanga undagi pochkalarimizda hozir unga 2-3 tadan ham tushgan. Tomir otgandan keyin отдельный qilamiz hozir. Endi keyingi partiyamiz mana bu yerda buni qaysi kunligini yozib ham qo'ymabman. Chislasini. Bular ham uje oldi tomir otishni boshladi. Xo'p, hozir mana shu yerda qayerdadir bitta ko'ringanday bo'ldi. Tomir otgani. Mana. Mana shu. Mana tomirlar. Bular endi ekiladi. Shunday kovlanadi, joyiga ekib qo'yiladi. Xo'p, bu usulda ustini oddiy shu salafan yopib ko'kartirishda mana bu usul yaxshiroq natija berar ekan. Yaxshi, o'zi hammasi ham ko'karyapti-yu. Bunda nimani namlikda idishni ichida germetik bo'lganligi uchun yaxshi ushlab tursa bo'lar ekan. Tomir chiqarishi ham tezroq bo'lar ekan. Kuzatib borsalaring, bularni endi ochiq maydonga ekilishini ham ko'rsatamiz.